Assalamualaikum kızlar. Bir gel ötüdüğün dersiniz ha. Bunun asasiyeti ketadigan materiallar. Tuz, un, su, müzdek su ha, turbu suyu. Sumay, şeker. Kızlar, hazır men mani dadencikil yuğamak istedim. Karanlar xamir yuğudan başa. Şunun için karanlar men muşu unni, suni, tuz, şeker, sumaylarını hemenla dadencik koyup yuğurma. Xamir yuğaganda nima yuğursan qat'iy nazar xamirning qili uzilib ketmasin. Diqqat qilib xamir pisili bo'ldi ha. Xamirning qili uzilib ketmay yuğurulsa sog'lomdan chiqadi. Qizlar mana xamirim bu yuğurilib chiqdi. Xamirlarni xamirdek bo'ldi. Juma bo'shlarni xamirda qattiq qotmanglar juma. Qattiq qolsangiz sog'lomlar yaxshi chiqmaydi. Men buni 170 ta uzmoqchiman ha, kichikgan qizman. Qizlar men xamirimni mana shunday kesib oldim ha. Hozir buni men qana 170 tin. Mana 170 tin jinglab zugul qilay ha. Kızlar ana zugulum qo'ydim. Endi qaranglar, men nima qachigan, men mani maylab oldim. Endi buni qaranglar. Men mayni oldim, kebab o'tirib qaranglar. Maylablar qaranglar, mana mush bitti. Ayta qilib qo'yib qo'yman ha. Kızlar, abim zugulni men mana mushtaq chizib qoldim ha. Mushtaq qilib, endi buning tubini men yipib, tubini biroq yipib otdim ha. Yipib 20 minutdan yarım saatgacha tindirib, ondan keyin ishib solamiz ha. Shundoq undan tinib tayyor bo'ldi. Endi men mana tindirib tubini yipib qo'yay. Endi may qizdirganda sizlarga unutmay ha. Qizlar mana mayni qizaylab qoldi, mayni qo'yib qo'ydim ha. Endi qaranglar, biz mana xamirni may qizaydi ha. Qizlar mana men odatda qaranglar xamirimni mana mushtaq tortib olma ha. Mushtaq chiqarib, chunki men yolg'iz solmayman emasmi? Shuning uchun xamirimni mushtaq tortib chiqarib, tubini yib qo'yib iş olib solma xamirni. Qizlar, xamirni mushtaq tortib olgandan keyin men xamirimni solib mushtaq ish olma. 7-8 xil xamirni ish olib orqa-orqadan solaman. Ishib yeb qo'ysanglar bo'ldi. Qizlar, endi qaranglar, sangizni silishga boshlaymiz. Mana sangizni qaranglar mana. Bek uzun tortmay qilinglar, grana, tuz qilinglar. Qiraq bo'lgandan keyin mushu bir talni cho'qim musha. Qizlar, masalan hozir sangizni sap qo'liga tizish usulini qaranglar. Qo'lingizga mushu tekshi juma. Tut tizlar juma mana. Buning eng muhim yeri sangizni qanday esinglarda bo'lsin bu shara mana. Qo'linglarni mana mushtaqib mau cho'qim mana turish kerak. Keyni tut chiqdi mana. Endi solaylar. Qizlar qaranglar. Ilib olgandan keyin mas sangizni mayga solgancha minglar hargizmi nim bu ketmasin, pek qiziq ketmasin ha, normal holatga may bo'lsin. Mani mayoq cho'g'iltib o'ng qo'linglarni. Ma o'ttir maydan chiqatmay qaranglar. Akiltib turib sangizni. Bassanglar, ham chiroyli ham o'yin bo'ldi mana. Ma tuzumga yentimda, pisasanglar uchun tuz bo'ldi mana. Kızlar, qaranglar sangizni endi. Men tizish usulini ko'rsatib sizlarga. Sangizni atla qaranglar mana. Mushtaq qo'ysanglar o'rniga keldi. Qaranglar, eng oxirisi kelgan mani qo'yib, mani ko'tarib ostiga qaranglar mana. Bundoq yutsanglar, joyiga keldi. Mana. O'z joyiga keldi qaranglar. Buning tug'ichi degan bilan bundoq bostirib qo'ysanglar degani bo'ldi. Qizlar, men bir qo'ysangizning tug'ichi, sangizni mazalar ozroq olman deganlarga qaranglar. Ikki yondan qo'yib, qaranglar. Sunduratdimi mana? Mana mushtaq tiztasanglar qaranglar, mana bir shaklda bir qurliq sangiz chiqdi. Masalan, ikki qurliq sangizni ko'rsatib qo'yay. Qizlar qaranglar, ikkinchi qurni tizgan vaqtinglarda mushtaq qo'ysanglar bo'ldi. Qizlar qaranglar, tekti 5 qur, ma 4 ni tizdimi? Ma 1 ni qaranglar, qo'ysam bo'lmaymi yana? Ostida qaranglar, sunduriblar. Niyaga? 4,5 qur, 4,5 pala bir qur bo'ldi mana. Qizlar qaranglar, men sangizni odat mushtaq besib qo'yma. Mana 3-chi qur tizmaysanlar-chi? 5 qallat, 4 qallat, 4 qallat sanlar bo'ldi. Men hozir mana endi 5 ni bir tizagan. Qizlar qaranglar, men 3 qurliq, men 2 qurliq, men 1 qurliq qaranglar mana. Sangizlar gul degan shunday ichildi.